Assalomu alaykum YouTube doshlar. Sizlar bilan Boy, ya'ni ko'r bola. Xullas bugun sizlarga bir mavzu haqida gapirib bermoqchiman. Xullas juda ham yomon jahlim chiqdi. 2 kun oldin Instagramga video qo'ydim taksistlar haqida. Holat nima bo'ldi? Men soat 12 dan bir 50 daqiqa o'tdi. Taksi Yandexdan chaqirdim. 15 minut ko'rsatdi, 15 minut yetib boradi deb ko'rsatdi. Yaxshi, kiyinib, boshqa qilib, tashqariga chiqib bir 10 minut kutdim. 10 minut kutgandan keyin yana qarasam, hali ham 15 minut turibdi. Ya dedim, mashinasi buzildimikin yo boshqa bo'ldimikin dedim-da, yana bir 10 minut kutdim. Men 20 minut vaqtim ketdi. O'zi ketishim kerak, shoshib turuvdim. Yana qarasam, hali ham shu joyda turibdi. Keyin telefon qildim. Telefon qilsam bitta aka oldilar. Assalomu alaykum. Men taksi chaqiruvdim aka, bir joyda turibsiz. Desam, men отказ qilishingizni kutib turibman. Dedi. Keyin, "Ya aka" dedim. "Men dedim, sizni yarim soatdan beri kutib turibman men dedim. Отказ qila olmayman. Chunki men karta gulab qo'yganman. Отказ qilsam 15 ming so'm yechib oladi. Отказ qila olmayman. Nima qilganingiz bu aka? Yo telefon qilib aytmadingiz yoki o'zingiz отказ qilib meni vaqtimni o'g'irlayapsiz" dedim. Men o'zim отказ qilsam balim tushib ketadi. Menga farqi yo'q. Shunaqa gap qilyapti. Jahlim chiqdi, bo'pti dedim. Bitta отказni bosdimda, jalba tashab qo'ydim. Keyin bor dedim, onasini ham o'zimizda anaqalar bor, taksistlar bor, onlayn. Shularga telefon qildim. Telefon qilsam, bitta taksist telefon qildi. Assalomu alaykum, men taksi aytdim, meni joyga keling. Desam, qayerga borasiz? Qaysi tomon bilan ketamiz? Yo'q, men tushunmayman. Men videoda aytdimki, qachondan beri bu taksistlar hal qiladigan bo'lib qoldi. Klient qayoqqa borishi, qaysi yo'l bilan borishi. U taksistmisan, o'zingni ishingni bilib qil dedim videoda. Xullas kirsam bir 30 ta komment kelibdi. 30 tadan bir 20 tasi normalniy, 10 tasi asab buzar kommentlar, so'kinib tashlagan odamlar, isqir, shumo, короче, shunaqa gaplar dalboyob qilib yozib tashashgan. Shunaqa jahlim chiqdi. Hozir hamma so'kinganlarga bitta atvet qilib qo'yib qo'ydim. Men shunaqa odamman men. Men prosta hazm qilib ketadigan odam emasman. O'rnida javobini beraman. Qo'polroq qilib javobini beraman. Men isqir dedimi, men shunaqangi javob beraman. U gapi aytganiga xushayman yo'boradi. Shunaqa javob berdim. Isqir deb yozib qo'ygan ekan, bu gapingni borib onangga aytasan dedim. Shunaqa saraligi nima deydi? O'zi yetib boradigan qilib javob qaytardim. Chunki odatim shunaqa. Gapdan yeb turadigan odatim yo'q. Xo'p, umuman bu mavzuni aytib berishimdan maqsad, bilmadim, odamlarimizni ongi qaysi tomonga qarab ketyapti. Men shundan qo'rqib ketyapman. Agar shu ketishda bo'lsa, bilmadim, juda ham bir ongi past, hayvoniy insonlarga aylanib qolyapmiz borgan sari. Shunchaki birovni kommentiga kirib, qiziqishga so'kinadigan, umuman unga taalluqli mavzu bo'lmasa ham o'zicha so'kinib fikr bildiradigan, shunaqa juda ham bir omi darajaga yetib boryapmiz. Ming afsus. Bu millatni fojiasi. Xudo ko'rsatmasin, agar shu tarzda ketsa, farzandlarimizni miyasiga farosat ilmini bermasak, yaqin 10 yillikda bilmadim, bu millat yo'q bo'lib ketadi. 10 yil, 20 yil ichida bu millat, o'zbek deganda bizda umuman o'zbek deganda qanaqa odamlar ko'z oldiga keladi? Buyuk qahramonlar ko'z oldiga keladi. Bizda oxirgi marta buyuk qahramon kim chiqdi? Yo'q bizda. Chiqqan bo'lsa ham juda ham sanoqli va hech kim tanimaydigan bo'lib qoldi. Nimaga? Bizga qahramonlar kerak emas, bizga olimlar kerak emas, bizga ko'tini ishirib, qo'pol qilib aytganda ko'kragini chiqarib likkillagan odamlar qiziq bizga. Biz shularga layik bosamiz. Muammoni, ijtimoiy muammoni yoki insonlarga, jamiyatga foydasi tegadigan bir muammoni ko'tarib chiqqan insonga so'kinamiz. Biz shunaqa omi darajaga tushdik. Millat sifatida yo'q bo'lish arafasidamiz. Bu meni shaxsiy fikrim. Agar shu ketishda bo'lsa,
bilmadim, o'zbek deganda hozir sizga hind desam nima tasavvuringiz keladi? Hind. Ko'z oldingizga qora-qora bolalar, har xil jinniliklar qilib, o'zini ko'tarib urib video qo'yayotgan jinni videolar keladi, to'g'rimi? Bir gap bilan aytganda, tupoycha yovvoyi odamlar ko'z oldingizga keladi. Ming afsuski yaqin kelajakda o'zbek deganda shu qolgan millatlar ko'z oldiga xuddi shunaqa tupoy, bir-birini urib o'ldiradigan, hayp uchun hech narsadan tonmaydigan, kerakli mavzu turib faqat shu yo'q ochiq, bu yo'q ochiqlarga qiziqib qarsak chaladigan bir yovvoyi millat ko'z oldiga kelishni boshlaydi. Bu shunchaki meni gapim emas. Bu menimcha aniq narsa bu, shu ketishda bo'lsa. Menimcha bu darsliklarga farosat degan narsani qo'shish kerak. Mana ota-onalarga ham o'rgatish kerak. Chunki hozirgi ota-onalarda ham o'zi farosat yo'qki, farzandiga bera olmaydi. Bu gapim hammaga emas, misol kimgadir hammani gapiryapti deb provokatsiya qilishingiz shart emas. Bor farosatli, ziyoli oilalar bor. Haqiqiy o'zbek degan maqomni ushlab turgan oilalar bor. Lekin afsuski bu oilalar kamayib ketyapti. Bu oilalarni mana shu jamiyatimizdagi tupoylar siqib chiqaryapti. Biz aksincha shunaqa ziyolilarni ko'paytirishimiz kerak, tupoylarni emas. Xullas shunaqa. Bu hech qanaqa ko'rsatuv emas, boshqa emas. Sizlar uchun bir ichimdagini gapirish uchun video qilyapman. Katta ehtimol bilan bu videoni hech kim ko'rmaydi. Ko'rsa ham oxirigacha yetib kelmaydi. Agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Bu men uchun yoqimli. Meni fikrlarimni qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'lishi men uchun yoqimli. Aynan bir ziyoli inson borligini his qilish men uchun yoqimli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Hech kimni kommentga kirib so'kinmanglar. Maslahat.